Tesnoga idishga solmasam nima qiladi. Olish qiyin bo'lyapti, to'kilib tushyapti o'shanga. Hozir gapiryotgandim. Telefonim pameti to'lib qoldi. O'shanga gapim ham chala bo'lib qoldi. Xullas buni sizlar bilan gaplashib bo'lgandan keyin salafanni yopaman. Keyin ana qiladi-da. O'sishlari oson bo'ladi, issiqlarda bular yanada chiroyli bo'lib o'sadi. Sovuq kunlarda baliq qovurib yeyish zo'ra. Baliq qovurishim kerak. Lekin bugun ana qilaman. Nima qilaman? Nima edi? Osh qilaman. Xo'jayinim baliq olib kelaman dedi. Xohlasa keyin baliq pishirib ko'rsataman sizlarga. Qattiq joylari ham bor-da buni o'shanga. Sal qiyinroq bo'ladi yekish. Hozir qo'shnim bir talay qilib olib ketdi. Shunaqa qilib. Shunaqa gaplar. Xolamning qizi bor, dugonam. U bilan ertalab telefon qiladi, gaplashaman, nima ish qilganimni ham bilmay qolaman, birpas ishlarimni qilib tashlayman, zerikmayman. Ko'p gaplashib ishimni bitirib olaman. Kenayim bilan gaplashaman telefonda. Dugonalarim bor, dugonalarim bilan gaplashaman. Ular ham meni kuzatadi. Kuzatgani uchun emas. Bilmadim, Xudoyim o'zi saralab qo'yar ekan atrofingizdagi insonlarni. Kim qanaqaligini ko'rsatib, chiroyli qilib terib qo'yar ekan yaxshi ko'rgan insonlaringizni. O'ziga shukr qilaman Xudoyimga saralab qo'ygani uchun. Mana. Uyiga boramiz, dugonamni mazza qilib aylanib kelamiz, Xudo xolasa. Xo'jayinim hech yoqqa jo'natmasdi, faqat bozorga borardim. Otam bitta o'zi qolib ketmasin deb bayram arafasi mayli borib kel, 2 soatga faqat dedi. O'g'lim qarab o'tiradi otamga. Biz borib kelamiz. Ana. Ustimga anaqa kurtka yopib oldim, tushib ketyapti xalal berib. Yomg'ir havosi zo'r, odamga yoqadi boshqacha. Ana. Ozgina qoldi. Bu ham bo'lib qoladi, keyin chiroyli qilib sizlar bilan oshlarni qilib, issiq uylarda video qilaman sizlarga. Yomg'ir ham qattiq yog'ib ketdi. Sizlar bilan xayrlashishimizga to'g'ri keladi. Chunki boshqa ustimga almashtirib kelmasam, ho'l bo'lib ketdi ustim. Qo'shnim bilan ham gaplashib, ancha-munchasini ekib tashladim. Naryoqda qator qilib ekib tashladim. Hali yangi yilda qo'shnilarning uyiga chiqamiz. Har bittasiga chiqqanimda sizlarga video qilaman. Qo'shnilarimiz uylarini. Xudo xolasa. Bir-birimizga chiqamiz. 12 da ham, 2-3 larda ham keladi. Hammasi gupurlashib, Qorboboga o'xshab keladi. Bularni aytdim-ku, solish uchun emas, sana qilishga, yeyishga ekamiz. Soladigan kimdir dori porisini bilsa, xo'jayinim vaqti bo'lsa, ekib qo'ysam dorilarga qaraydi. Dorilarini agar menga ko'rsatsa, men ham beraman. Shunaqa gaplar. Endi sizlar bilan xayrlashamiz. Kechki ovqatimizda
video qilaman. Sizlar bilan yana osh ustida gaplashamiz. Osh pishirish jarayonida gaplashamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zinglarni ehtiyot qilinglar. O'zinglarni ehtiyot qilib, meni videolarimni ko'rishda davom etinglar. Zerikmaysizlar, men bundan xursand bo'laman. Meni qo'llab-quvvatlasanglar. Shamollab qoldim, burnim bitib qolyapti. Aybga buyurmaysizlar. Men bundan xursand bo'laman. Meni qo'llab-quvvatlasanglar, keyin sizlarni yaxshi ko'raman.